Manchester City Lens bilan shartnomada qattiq adashdi. Bu himoyachiga bir qarang. Chelsea ga qarshi o'yin boshlangandan atigi 2 daqiqa o'tib u xatoga yo'l qo'ydi va bu golga sabab bo'ldi. Jamoa a'zolari uning xatolarini to'g'rilashga majbur bo'ldi. Internetda esa u haqida xunuk memlar bosib ketdi. Lekin xatolar haqiqiy jangchilarni tarbiyalaydi va bu yigit haqiqiy yirtqichga aylandi. O'sha kundan boshlab u butunlay o'zgardi. Vinicius Juniorni to'liq yanchib tashladi. Ha, aynan Viniciusni Bernabeuda. U nafaqat Viniciusni ushlab turdi, balki Real Madrid himoyasini uyatga ham qo'ydi. Liverpoolga esa u xuddi maydonda yakki o'zi himoyalangandek tuyuldi. U har yerda edi. Mana bu to'pni olib chiqishiga qarang. Bu shunchaki fantastika. U buni qanday qildi? Va eng hayratlanarlisi, ushbu turda Premier Ligada hech bir futbolchi Abduqodir Husanovdan ko'proq to'pni raqibidan tortib ola olmagan. 12 marta. Bu yigit boshqa darajada. Masala faqat vaqtga borib taqaladi. U tez orada APLni zabt etadi. Agar bunga rozi bo'lsangiz, like bosing va sahifamizga obuna bo'ling.